Assalomu alaykum. Dunyoninki har qaysi joylardagi aziz Uyg'ur qarindoshlarimiz. Dunyo Uyg'ur qurultayı naq maydon ta'kid programmasiga xush keldinglar. Bugun 1-oyning 30 kuni biz bugun Kanada parlamentining 44 navbatlik umumiy kengashida mushu soatlarda elib berilmoqchi bo'lgan bir qitimliq Uyg'ur munozirasini naq maydondan ta'kid uchun tirishimiz. Yani bir qancha minutdan keyin naq maydon ta'kidimiz rasmiy boshlanadi. Navbatda Kanada parlamentininki naq maydon ta'kid signalini saqlayapmiz. Bu qitimliq Kanada parlamentidagi umumiy kengashda Uyg'urlar temasi haqidagi bo'lgan munozara xalqimizningki siyosiy hayotidagi bu muhojiratdagi Uyg'urlarimizningki siyosiy hayotidagi muhim bir voqealarning biri bo'lib hisoblanadi. 20 tak parlament a'zolarininki bosh qo'shishi bilan Kanada parlamentiga sunilgan qaror loyihasi mana bir qancha daqiqalardan keyin Kanada parlamentininki umumiy kengashida umumiy kengashda bas munozaraga qilinmoqchi. Bu qaror loyihasi mening bilganim bo'yicha 4 cho'ng nuqtani o'z ichiga olgan. Bularning ichiga birinchisi Uyg'ur xalqininki Xitoyninki zulmidan vatanning sirtiga qochib chiqishga majbur bo'lgan Uyg'ur musofirlarininki xatar ostida ciddi xatar ostida qolganligini Kanada parlamentininki maxsus qaror ilib tunishi. İkinci qaror loyihaninki ikkinchi nuqtasi bo'lsa, bu uchinchi davlatga chiqqan taqdirda Xitoyninki har xil vositalik yoki bevosita tahdiddan qutlanmagan Uyg'ur musofirlarininki ahvolninki xatarlik altida ekanligini Xitoy hukumatininki o'zining diplomatiya va iqtisodiy besimlar orqali ortiqchiliklar orqali davlatlarni majburlab bu Uyg'ur musofirlarini qaytarib akilish uchun tirishayotganligi va shu nuqtadan Uyg'ur musofirlariniki bu davlatlarda erkin yashash fursatiga ega bo'lolmayotganligi haqida to'nib yetish. Naq maydon programmasi hozir boshlanadi. With a view to discussing committee business. Kanada Avam Palatasininki 46. qitimliq umumiy kengashga xush keldingiz deb Kanada parlamentininki prezidenti jakaladi. Parlament a'zosi Kelly McGowley efendim. Növbətdə sözlər haqqında Kanada parlamenti Xalq İşləri bölümü, Xalq İşləri Komissiyasınınki vakaletçisi iken bu parlament a'zosinin bu Kanada parlamenti Xalq İşləri Komitetininki reisi o'ttirg'a qo'ygan qaror loyihasi ekan. Bu Uyg'urlar masalasi haqida albatta Uyg'urlar masalasi ishlatilmaydi. Balkim Uyg'urlar masalasi haqidagi datalashimiz navbatda ilib berilayotgan parlamentdagi bas munoziralardan keyin boshqa temalardagi bas munoziralardan keyin boshlanishi mumkin. Shuning uchun ekran oldida bugungi Kanada parlamenti ilib berilgan umumiy kengashida Uyg'urlar masalasida temasi haqida ilib berilgan datalashqa ko'rayotgan naq maydon ta'kidimiz orqali ko'rayotgan qarindoshlarimizningki biroz sabr qilishni umid qilamiz. Uyg'urlar haqida Uyg'urlar temasida bo'lgan munozara boshlanmadi. Kanada parlamenti naq maydon ta'kidini boshlab bo'ldi hozir. Lekin hozir
bo'layotgan munozara, hozir bo'layotgan munozara bu nima to'g'risida emas. Be open to a small amendment instead of since 2015, we could say since January 1st, 2011. Növbette Kanada parlamentininki xalq ishlari komissiyoninki vakillari parlamentga o'zininki bir qancha qaror loyihalarini sunyapti. Bular Uyg'urlar temasiga hozircha aloqasiz, lekin manga kelayotgan naq maydon taqdis signalidan bu nuqtalar ko'rilib turibdi. Növbette bo'layotgan bas munozara Kanada hukumatiningki bir qancha maslahatchilik shirkatlari bilan bo'lgan shaxsiy ilişkilari va noto'g'ri bo'lgan munosabatlar haqida bo'layotdi. Uyg'urlar masalasi haqida bo'lgan munozaralar patiqanda boshlandi deb o'ylayman. Ekranimiz orqali naq maydon taqdisimizni ko'rayotgan qarindoshlarimizningki biroz sabr qilib saqlab turishini umid qilaman. Kanada parlamenti Xalq İşleri Komitesininki komissiyoninki vakillari o'tirib qo'ygan taklif qaror loyihasi haqida komissiyonning odamlari navbatda ovoz beryotdi. Bu komissiyoninki va komissiyonga aloqador parlament a'zolari bir-birlab o'zininki bayon o'tirib qo'yilgan bu qaror loyihasiga fikrlarini beryotdi, qarorini beryotdi. Kanada parlamenti ilib berildigan Uyg'urlar haqidagi datalash bas munozara texning signaliga yetib kelmadi. Shuning uchun ko'pchilikningki biroz sabr qilib turishni yana umid qilaman.
Hürmetli görünmen kayındaşlarım, biraz sabır kılışına ümit kılımen bu parlamentdeki bes münazaratığı signaldık yetip gelmedi. Saklavatımız.
Madam Speaker, is that too many Uyghur people will never have the opportunity to achieve their full potential, to realize Assalamu their alaikum, ambitions and hürmetlik their ekran dreams. aldığındaki That qeydaşlarımız. is why Canada Kanada must parlamentida act. muşu daqiqalarda elib Lastly, berilayotgan the Uyg'ur final masalasi clause of haqidagi motion 62 calls for the Uyg'ur masalasi government to haqidagi table datalash bas munozara haqidagi naq meydan taqish programmamizni hozir rasmiy boshlagan bo'ldik. Bayam texnikalik sabablar tufaylidan Kanada parlamentidan taqiqlayotgan signalga ulaşanmay qolganlik tufayli bilan bu qitimliq bas munozaraniki oldingi qismlarini ko'rishga, jumladan tarjima qilishga ulgurmay qoldik. Navbatda Kanada parlamentiniki bir a'zosi o'zininki Kanada hukumatining 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga qabul qilish to'g'risidagi nutqini so'zlayotdi. Bu ayol parlament a'zosi bayamdan beri Kanada hukumatiniki yillardan buyon tarixda dunyoning har qaysi joylarida qiyin kunlar qolib qolgan musofirlarni, mayli ular Siriyaliklar bo'lsin yoki Bosniya urushida qiyinchilik qolib qolgan bosnalik musofirlar bo'lsin va yoki Irondagi shoh hokimiyati o'rilgandan keyin qiyinchilik qolib qolgan ironliklar bo'lsin va yoki dunyoning boshqa yerlaridagi qiyinchilikda qolib qolgan musofirlar bo'lsin turkumlab Kanadaga akilib yo'lashtirib qilgan xosiyatlik bir ko'chmanlarga yaxshi bir tarixi borligini va bu jarayonda bu ko'chmanlar Kanadaga kelgandan keyin o'zininki jafoliq mehnatkash emgeklari bilan do'konlarni ichib bu yerda ish o'rnini barpo qilib Kanada hukumatiga boj topshirib o'zininki Kanadaga bo'lgan rahmatini va shundaqla Kanadadagi bir foydaliq inson bo'lganligini u yerda ko'rsatib kelganligini bayon qilib o'tdi. Xitoy hukumatiniki terrorizmni bahona qilib millionlagan Uyg'urlarni va boshqa turk xalqlarini qo'rqinchli jazo lageriga avatganligi va jazo lagerida har kuni o'shadagi Uyg'urlar va boshqa turk xalqlariniki har kuni qalla yuyishga, bosqinchilikqa uchrash ve her xil zorluk zumbulluqlarga uchrayotganligiga terrorizmni bahona qilganligidan qattiq ayblaydiganligini ve şunun bilan o'ziniki bu qitim parlament a'zolari parlamentga sungan bu qaror loyihasini qazininki shaxsan qabul qilganligini va buningga qabul qilish ovozini berdiganligini o'tirg'a qo'ydi. Kanada parlamentininki yana bir a'zosi o'zininki bu masala bu qaror loyihasi haqidagi nutqini o'qishni boshlayotdi. Kanada parlamentinki Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qilgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb baholaganliklarini, qaror berganliklarini va bu qarorni chiqarishda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti aloqador ahdnomalardagi moddalar bo'yicha chiqarganliklarini jumladan irqiy qirg'inchilik degan vaqtimizda bir xalqninki, bir ummatning bu parlament a'zolarininki ismini deb o'taydigandim, lekin mening ekranimda parlament a'zosiniki ismi ko'rinmaydi ekan, shuning uchun ko'pchilikninki afv qilishni so'rayman. Bu
parlament a'zosi Birleşken Devletler Teşkilatı irqiy qirg'inchilikqa qarshi ahdnomidagi belgilangan moddalarni bir-birlab o'qish orqali Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga qaratgan qirg'inchiligininki mushada aytilgan butun moddalarga jumladan jumladan o'ldirish, farzandlarini ota-onalaridan ayirib o'tish, assimilyatsiya qilish, bosqinchilik qilish va shundaqla keyingi avlodlarninki va keyingi avlodlardan tug'ilishni cheklash qatorliq shu irqiy qirg'inchilik degan atalg'iga yotadigan qiliqlarning hammasini Xitoy hukumatining olib kelganligini va Kanada hukumati shu irqiy qirg'inchilikqa qarshi nimani qarorni chiqargandan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki ve şundaqla başka Avrupa'daki ve devletlerninki Uygur qirg'inchilikni e'tirof qilganliklarini bu yerdagi Uygur qirg'inchilik Birleşken Devletler Teşkilatı Birleşken Teşkilatı Musafirlar Kengashininki Uygur musafirlarininki Xitoyning sirtidagi ig'ir ahvolini qandoq bayon qilganliklarini doklad qilganliklarini so'zlab o'tdi. Xitoy hukumatininki bu qilmishlarininki Uyg'urlarga ilib borgan inson qilibidan chiqqan rehimsiz siyosatininki va qirg'inchiliklariniki boshqa davlatlarga ulgu ilishninki mavjud bo'layotganligini jumladan Rossiyaningmi mana Ukrainaga noita qabih urush ilib borayotganligini va u yerda Uyghur xalqininki navbatda yuzlanayotgan vaziyat, xatarlik vaziyatini chiqish turayotganlikda biz bu yerda biz Kanada davlatininki Uyg'urlar yo'l qo'yayotgan Uyg'ur yo'l qo'yayotgan garchi o'zi uchinchi bir davlatda bo'lsa-mu, lekin o'zininki üçüncü devlet bo'lsa lekin bexatar yashash huquqiga ega bo'lmayotganligini, shuning uchun Kanada hukumatininki 2024-yilgacha 10 ming Uyg'ur musofirlarini qabul qilishninki to'liq zarur ekanligini, chunki Kanada hukumatininki bu qilmishininki o'zininki qimmat qarashlariga ega chiqqanligini, o'zininki musofirlarni musofirparvar davlat siyosatiga va davlat tarixiga mos kelganligini, agar Kanada bu yerda o'zining ko'zini yumib olsa, bu yerda o'zining qimmat qarashlariga ega chiqmaganligi bo'lganligi va shundaqla dunyoda salbiy bir obraz yaratadiganligini eskartdi. Albatta bu yerda Kanada davlati bu 10 ming kishini akrashda bir az bo'lmagan oqsabdagi qiyinchiliklarni bayon qilib turyotdi, lekin agar Kanada boy bir davlat, imkoniyatlari jiq davlat, agar bu davlatda siyosiy jihatdan nimadan bo'ldi ekan, agar davlatda siyosiy jihatda siyosiy jihatda nimasi bo'ldi ekan, siyosiy qaror va siyosiy iroda bo'ldi ekan, bu qiyinchiliklarni tamoman hal qilib ketalaydi. Kanada vatanni Xitoyni shunday qiyin vaqtlarda tashlab chiqishga o'zining yo'lini tashlab chiqishga majbur bo'lgan Uyg'urlar shunday hozirgidek fursatda intayin ko'ngil bo'lishga, bexatar bir turmushga erishishga favqulodda muhtoj. Kanada hukumati cho'qim mana shunday hal qilg'uch paytda insonparvarlikni chiqish qilib turib, musofirlarninki jumladan qirg'inchilikqa uchrayotgan musofirlarga qirg'inchilikqa uchrayotgan musofirlarga ega chiqish kerak.
Albatta bu kishi yana bu Kanada'nınki bu köçmenlerini Kanada'ya ekilişinki zor ekanligini bir qo'ysinmi, lekin herhalde onunki bu o'zininki boshqa ko'z qarashlarni o'tib masalanki bu bu yerda Kanada'nınki bularninki diniy jihatdan bo'lsin va yoki diniy jihatdan bo'lsin yoki diniy jihatdan bo'lsin yoki madaniyat jihatdan bo'lsin o'ziga ko'p ijroq ekanligi, boshqa bir qit'ada ekanligi, bu yerga kelgandan keyin qirg'inchilikdan qutulib shundoq jiroq yerga kelgan ko'chmanlarninki bu yerga yerlashish uchun va bu yerda jamiyatga o'zlashishi uchun bu ko'chmanlarninki yerlashishi uchun Kanada hüküm için ig'ir bir qiyinchiliklar tug'ilib qolmasdan balki bu yerga kelgan oilalarninki nurg'un qiyinchiliklar uchraydi. Bu yerda Uyg'ur Kanadaga akirishninki noqul oldiki bir musofirlarni ko'chirishdan bo'lmasdan balkim buningki nihoyatda cho'ng siyosiy ma'nosidagi bog'liqi bu yerda Uyg'ur musofirlar Kanadaga taklif qilib kirganligining o'zi Xitoy hukumatiningki haqiqatan Uyg'urlarga elayotgan bu qirg'inchilik Uyg'urlar bo'lgan qirg'inchilikniki haqiqiy ma'nodagi bir qirg'inchilik bo'lganligini amaliy misollar bilan ko'rgan bo'ladi. Shuning uchun men bu nimaninki Uyg'urlarni Kanadaga akirish to'g'risidagi qarorni qo'llayman deydi. Kanada parlamentining a'zosi Yevis Person apandi shunda navbatda so'zga chiqdi. Men buna o'xshash qiyin temalar haqida so'zlashga turgan vaqtda men avval shu zalda o'tirgan va shundaqlar shu televizordan ko'rayotgan butun ko'rurmanlarga qaytadan bir yangichilik salom yo'llayman. Men yuqorqi muhim bir so'zlash fursatidan foydalanib bu yerdagi muhim so'zlab shu Uyg'urlarniki huquqlari uchun kurash qilayotgan
barlıq qəhrəmanlara özəmlik hörmətini bildirimen. Cümlədən şu sorunda bolup atqan Dünya Uyghur Qurultayı'nınki reisi Dolqun İsa Efendi ve şundaqla şu Kanada'da Uyg'urlarningki haq huquqlari uchun tinmay kurash qilayotgan Mehmet To'xti va boshqa barliq Uyg'urlarningki uchun kurash qilayotgan qarindoshlarning hammasiga hammalarga cho'nqur hurmat bildiraman. Ular shuncha yo'lni besib mana shunda bizningki bugungi bas munozaramizga yetib kelib qatnashyapti. Ular mushu daqiqalarda biz Uyg'urlarningki taqdiri haqida so'zlashayotgan vaqtimizda ular o'zininki oilasi, qarindoshlari yo'qotib qo'ygan qarindoshlari va shunda mushu vaqt jazo lagerida qiynalib azob uqubat tortayotgan qarindoshlari haqida azob chekib o'sha haqida o'tirmoqda. O'ylab baqsanglar bo'ldi, sizlar mishadagi jazo lageridagi o'tirsizlar, üç jazo lagerining orasida sizlarniki ota-onalar qizlaringlar bo'lgan bo'lsa, o'g'illaringlar bo'lgan bo'lsa, akalaringlar bo'lgan bo'lsa qanday qilatinglar? Ular tuyuqsiz ashta yo'ldan xizmat ishlayotgan yerdan, yo'llardan tutib akitib, shundoq qo'rqinchli jazo lageriga solib etsa, ularning nima turayotganligini hech bilmasa, sizlar qanday bo'ladi? Sizlar qanday bu kitob o'qiyotganlar? Biz yillardan beri Xitoyning Uyg'urlarga qilgan qilmish haqida nurg'unlagan uchurlarga ega bo'ldik. Mushu komisyondaki kişiler eğer bugün mushu buyurgan mushu karar loyihasiga qarshi ovozini bersangiz, qanday uxlay olasizlar? Sizlardagi vijdon ne ketdi? Sizlar qandaqsizlar? Sizlar mishada millionlagan insonlar 21 asrda mana qo'rqinchli jazo lagerlarida azob uqubat chekayotgan bolalar ota-onasidan, ota-onalari bolalaridan, akalari, hadilari, inlaridan aylangan shundaq bir facialik bir minutlarda mushu xalqlarga bo'lgan bir yordam qo'limizni sunmoqchi bo'lgan mana shundaq muhim bir qarornomani elib olgan vaqtida qanday buning qarornomaga rad qaror bir basanlar o'zinglar qanday o'zinglarni inson deb o'ylaysizlar. Biz bütün dünya biz bir yerde nurg'ulg'an insonlar mana shu daqiqalarda shu qo'rqinchli jazo lagerininki darhol to'qilishini shu o'zininki majburiy qutulmas qilayotgan qizlarininki qutulishini umid qilayotgan nurg'ulg'an odamlar bor. Har bir daqiqaning o'zida shu azob oqibatlar bir kun bo'lsin, bir soat bo'lsin, bir daqiqa bo'lsin chaqaroq tugishini qildigan kishilar bor. Lekin buni to'xtatish uchun biz cho'qim unimizni dasturib amaliy harakatga o'tishimiz kerak. Buni faqat debla qo'ysak bo'lmaydi. Biz bu yerda o'zininki hayoti, bexatarligi, oila urug' tuqqanlarga bo'lgan qayrdosh bo'lgan tahlikalarga qaramay, mana bu yerda ularning ovozi bo'lib, ularniki puti bo'lib, qo'li bo'lib, shu ularniki erkinlikka erishish uchun mushu ular yo'l qo'ygan azoblarniki to'xtatish uchun kurash qilayotgan insonlar bizni yordam so'rab turmoqda. Biz ularning yordam so'ragan qo'llarini keyinga qaytarsak bo'lmaydi. Mana shunda hal qilg'uch va simbol xarakterlik bir qaror elib turayotgan bunda bir paytda biz hargizmi bu qarorni rad qilmasligimiz kerak. Uyg'ur
Kanadaga kirdigan qarorga rad bermasligimiz kerak, chunki uningki simvol agar ashta bo'lib qolsa, uningki simvol xarakterli aks ta'siri, salbiy ta'siri nihoyat kuchli bo'ladi. Biz bu yerda xarobatga yo'liqayotgan Uyg'ur xalqini, Uyg'ur millatini qutqizib qo'yish uchun cho'qim yordam qo'limizni sunishimiz kerak. Albatta bu yerda bu qarornomada bir qancha texnikalik masalalar bor. Jumladan uningda 10 ming akrimiz degan nimalar bor. Albatta bizning ashtoq qilgan g'oyamiz bor, umidimiz bor. Lekin uningda jiq qilishimiz kerak. Belki 50 ming odamni akrishimiz kerak. Bu 10 ming odamni akrishdan ish bitmaydi. Biz yana bu yerda Kanada hukumatidan 120 kun ichida shu qarorni bugun mishada ilmoqchi bo'lgan shu qarorni amallashtirish uchun konkret loyihasini erishishni talab qilamiz. Çünkü biz bu kararnamada məxsus 120 gün toğruluq degan maddani o'z ichiga oldik. Çünkü bu hukumat, Kanada hukumati bu masalani hal qilishda nihoyatda shu g'ururlik qilmoqda, nihoyatda ast ish qilmoqda. Shuning uchun biz bu yerda buningga 120 kundan iborat bir muhlatni bermoqchi. Biz bu yerda bizningki Kanadada Xitoydan kelgan nurg'unlagan azam bog'liq mahsulotlar Kanadaningki mo'l usul yashashningki asosini sabaqaliqni hammamiz bilamiz. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, shu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qanchalagan Uyg'urlar shu qanchalagan Uyg'urlar, qizlar, o'g'illar, yoshlar, qarilar shu mahsulotlarni biz bu yerda har kuni ishlatib, biz bir paravan yashayotgan shu mahsulotlarni ishlash uchun qanchalik qon bedel to'layotdi bu yerda. Qanchalik qo'rqinchli, qanchalik vahshiy muhitlarda ishlashga majbur bo'lib, eksploatatsiyaga uchrayotdi. Biz buni o'ylashimiz kerak. Bizningki bu Xitoyninki o'ttirib qo'ygan bu sistemasini, bu tuzimiga qarshi dasturish va uni rad qilish majburiyatimiz bor. Bu bizning insoniy va axloqiy majburiyatimiz. Xitoyda hattoki bu yerda amaliy tadbirlarimiz bilan bek sus qaraganligimiz uchun Xitoy hukumati hatto haddidan eshib Kanadaning o'zida soqchi punktlarini qurib, mishada yashayotgan Xitoy fuqarolariga o'zining haq-huquq uchun kurash qilayotgan insonlarga o'zining zaharli qo'lini solib, ularni majburlab, ularga tahdid qilib, ularni avashga majburlamoqda. Shularning hammasi bizningki nihoyat bu masalaga sus qolganligimizning ifodasi. Shuning uchun bu yerdagi Xitoyninki nimasi tushilishi kerak, Xitoyninki soqchi punkt to'xtatilishi kerak. Navbatda so'zga chiqqan Kanada parlament a'zosi Samir Zubayr apandi bo'ladi. Hurmatli parlament so'zchisi xonim, siz uchun ko'p rahmat, mening uchun menga bu so'z berganligingiz uchun. Biz bu yerda bir qancha 20 dan ortiq parlament a'zosi bir ovozda biz bu qaror loyihasini parlamentga sundik. Chunki biz bu yerda hal qilmoqchi bo'lgan masala favqulodda bir masaladir. U bir xalqqa qaratilgan mushu yangi asrda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikdir. Biz bu qarorni loyihasini parlamentga sunishdan avval biz nihoyat jiq o'ylandik. Biz o'zimizning xalqaroda Uyg'urlarning taqdiri haqida bo'layotgan masalalar, yuzinishlar haqida jiq analiz qildik.
biz shuni to'nib ketdikki, Kanada bu masalada cho'qim lider va boshlamchilik bir rolni o'ynashi kerak ekan. Nima shunday deyman degan vaqtimizda biz chunki Kanada dunyodagi o'rta kuchlik davlat bo'lib hisoblandi. Ka- Kanada Kanada dünyadaki mötüber ve küçük devletlerindeki birisi. Biz bir yerde bu meselede liderlik, başlamçılık, Uygurlarning taqdirini yaxshilash uchun başlamçılık qilishga tegishli eng muvafiq davlatlarning birisi. Mushu soatda, mushu daqiqalarda, mushu qarorni ilish oldida turgan vaqtimizda sizlarninki mushu Uyg'urlarninki qabohatlik taqdiri, kechmishlari haqida mushu bugungacha butun dunyoning matbuotlari, jumladan Kanada matbuotida chiqqan uchurlarga, dokladlarga diqqat qilishinglar, diqqat bergan deb o'ylayman. Bu yerda Xitoy hokimiyatininki qanchalik milyonlagan Uyg'urlarni qandoq jazo lageriga so'laganliklarini, Uyg'ur shu mahalladagi jamoatlarni qandoq urug'ini quritayotganligini, ularni uni jazo lagerlaridan to'xtab qolmasdan balkim u yerdagi ishlarni azon qul emgak sifatida ularni ballaridan arib, ballardan arib, o'zi eng yaxshi ko'rgan arib, aslında qara zulmatlik zavodlarda o'zining shu bizim ishlar iste'mol qilayotgan mahsulotlarni nima qilishga ishlab chiqarishga qilyotidi. Xitoyning Xitoyninki bu Uyg'ur xalqini, Uyg'ur ayollarini qandoq bo'lmas qilib etishlarga tafsilotiga qaraydigan bo'lsak, naqadar qo'rqinchli. Naqadar qo'rqinchli. Uning tafsilotiga kirsak, bu masalada shu doktorlarniki, o ayollarning qanchalik zo'r o'ziniki irodasiga qarshi olsa, u ayki albatta vaqtliq tug'utchilik deb ularni butunlay tug'mas kerak iborat bu realliklarga qaraydigan bo'lsak, Xitoy hukumatining bu fojialik fojialiklarga qat'iy turib bu o'zimizning qimmat qarashlardan chiqish nuqtaga vaqtida bu masalaga qattiq sabr qilib turmaslikni bilib yetishimiz kerak. Men bu yerda mush fursatdan foydalanib Kanada bosh ministriga, hurmatli Kanada bosh ministriga bu masalada lider başlamchilik rolini o'ylashni talab qilaman. Chunki biz dunyoda o'zimizningki Kanadaninki boshqa har xil masalalarda başlamchilik rolini ta'kidlab kelyapmiz. Biz ta'kidlab kirishga az ta'kidlayotgan, hatto ta'kidlamay kelayotgan başlamchilik masalalarining birisi balki mushu bo'lishi kerak. Kanada cho'qim bu masalada o'zininki tarixiy ve insani vazifasini to'nib yetish kerak ve bugungi mushu muhim qarorlarninki o'tishi uchun mishada o'tirgan barliq parlament a'zolarini qaror berishga qo'shilish kerak. Carol Hook hanım Kanada parlamenti baş sözcüsü. Bir qancha Kanada parlament a'zolari bu parlamentga sunilgan qaror loyihasining bir qancha jiddiy tuzish kirgizishni bir qancha savollarni so'rabdi va bir qancha tuzitish kirgizishni
Bu yerda parlament shu qonun loyihasini o'ttirib qo'ygan parlament a'zolariga bir qancha savollar tashlandi va bu savollarni va bir qancha tuzatish fikrlari tashlandi. Bu tashlangan savollarga qarata va shundoqla o'zgartish va isloh qilish fikrlarini aldığımızdaki ikinci ayındaki birinci gündeki birinci gündeki Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Kanada parlamentininki 44. navbatlik umumiy kengashida Uyg'ur masalasi haqida elib berilgan munozirani naq maydondan imkoniyatimizniki, qobiliyatimizniki yetishicha ko'p sizlar bilan o'rtoqlashish fursatiga ega bo'ldik. Xulosalab aytgan vaqtida Kanada parlamentininki 20 dan ortiq a'zosi Kanadada 10,000 Uyg'ur musofirni uchinchi bir davlatdan Kanadaga akilib yerlashtirish, Uyg'ur musofirlariniki uchinchi bir davlatda nurg'unlagan uchinchi bir davlatda garchi Xitoydan qochib chiqqan bo'lsa-mu, lekin Xitoyninki
vositalik yoki bevosita tahdid silishi shularning o'ziga va yoki ular turishliq davlatlarga har xil iqtisodiy embargo va iqtisodiy va siyosiy ishlash orqali ularni qaytib berishga majburlashi ne e'tirof qilish Uyg'ur musofirlariniki umumyuzlik dunyoda bir bexatar holatga kelinmayotganlikdan iborat bu vaziyatni rasmiy qaror bilan e'tirof qilish Kanada hukumatiniki Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yuzlayotgan Uyg'ur xalqi xarobatga yuzlanayotgan shundoq bir jiddiy tarixiy bir bosqichda o'ziniki qimmat qarashiga ega chiqib Uyg'ur musofirlarini Kanadaga akilib yerlashtirish orqali Uyg'ur xalqininki madaniyatiniki saqlanib qilishi uchun zo'r bo'lgan töhfa qo'shishi haqida chiqargan qaror loyihasini biz ko'rib o'tgan bo'ldik. U qaror loyihasi haqida bir qancha g'ul shu qaror loyihasiniki maydonga kelishi va bugun parlamentga rasmiy taklif qilib sunishi yo'lida jiq kuch sarf qilgan Kanada parlament a'zolaridan bir qanchaylar o'zininki nimishqa shundoq bir qaror loyihani o'tirib qo'yganligini har xil nimalar bilan tarixiy, siyosiy, ijtimoiy misollarni o'tirg'a qo'yish orqali Kanada hukumatiniki, Kanada davlatininki tarixdan buyon izchil musofirparvar musofirlardan tashkil topgan bir davlat ekanligini, mayli u Irondagi yuz bergan masalalarda bo'lsa, yuz bergan Irondagi siyosiy o'zgarishlardan keyin maydonga kelib chiqqan va yoki Suriyadagi urushdan keyin maydonga kelib chiqqan shu musofirlar to'lqinida o'ziniki bir tarixiy va insonparvarlik ro'yini joriy qildirib, nurg'ulg'an musofirlarniki Ironlik, Suriyalik va boshqa har xil xalqlarniki musofirlarniki Kanadaga kelib yerlashishiga va ularniki keyin Kanadaga töhfa qo'shib bugünkidek mo'l usulliq bugünkidek bayashat bir Kanada davlatiniki shakllanish uchun kuch qo'shganligidan iborat bu taraflarni o'tirib qo'yish va shundoqla Xitoy hukumatiniki Uyg'urlarga qaratgan misli ko'rilmagan bu irqiy qirg'inchilikni tafsilotlarini o'tirib qo'yish orqali Kanada parlamentiniki bu qarorni ilishiga rag'batlantirdi va shundoqla bu qarorniki Kanada xalqininki Kanada siyosatchilarininki vijdoniga qolgan bir muhim xitob ekanligini mana shundoq tarixiy paytda, tarixiy daqiqalarda Kanada siyosatchilari o'z haqiqiy tarafda turib uzilayotgan, yo'qolish girdog'i borayotgan shundoq Uyg'ur xalqininki taqdiri uchun favqulodda muhim bo'lgan bu qarorni ilishni taklif qildi ve rağbatlendirdi. Şunun bilan bu qaror loyiha parlamentda bas munozara qilingan bo'ldi ve bir qancha parlament a'zolari hukumat partiyalaridan va yoki muxolifat partiyalaridan bu qarornomaninki haqida bir qancha savollar qo'yildi ve bir qancha tuzitish, isloh qilish fikrlari berildi. Ve bunu hakkında aldığımız günlerde yani bir kıtım maslahat qilish, yani bu haqda aldığımız günlerde yani bir kıtım bas munozara qilib, aning kendan qaror oldiganligi to'g'riliq qaror oldiganligi bilan bu qitimliq Uyg'ur temasi haqidagi munozara xotimlashgan bo'ldi. Şunun için, şunun bilan bizningki bugungi bu naq maydon taqtish programmamiz mishada oyoqlashdi. Ko'pchilikninki zerikmay, terikmay bizningki bu programmamizda biz bilan bo'lganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Bizningki bu texnikalik va texnikalik jihatdagi ketkizib qo'ygan iqtidor jihatdagi yetersizliklarimizni afu qilishini bizningki texmo yaxshi qila olishimiz uchun programmalarimizni qo'llashini chin dilimizdan umid qilamiz. Hammalarga ko'p rahmat. Salomat bo'linglar. Keyin programmamizni ko'rishaylik. Alloh omonat.